Bu ustalar hormaylar. Salom aka. İşlar ham bo'lyapti-na. Nima qilish kerak? Nima xizmat bor? Aytaveringlar, men ham yordamlashtiraveraman. Ya aka, qila olamiz o'zimiz. O'zingizga birorta xizmat bo'lsa aytaverasizlar mana shu yerda. Ha, bo'ldi. Hop aka. Yo'q, uyda egasi zo'rdan akani. Ha, qarang. Nima yordam deb kelibdi? Robotchi kiyib Kibrmasagana, biraklar bilasanmi? Ha, pulingni olasanda degan kishi bo'lib qilishasan-da, pulingni olganingdan kelgan deb beradi. Shunaqa odamlarga sal arzonroq bersak ham bo'laveradi. Ha, necha pulga gaplashaylik? 15 million bo'ldi menimcha. 15 million. Bunaqalarni ishi ham yuraveradi-da. Xizmatidancha tushib beraylikmi masalan? Qancha tushib beramiz? 15 million bo'lgan bo'lsa 12 million deylik, 3 million tushib beraylik. 3 million tushib bo'laveradi. Bo'lmasa 12 million deymiz-a? Yaxshi inson ekan, 12 million deylik. Bo'ldi. Va ustalar, hisobinglar chiqib qoldimi? Men srochniy ketadigan bo'lib qoldim-da. Hisob kitob qilib qo'yib, barcha qilib qo'yib keyin ketay. Ha, aka hisoblab qo'yganmiz. Stopli pollaringiz, radiator tochkalar hammasi bo'lib 15 million pul ekan aka. Hammasi 15 millionmi? O'zi adashib qolmadingizmi? Hali hayda gaplashuvdik-ku. Ya, hayotni qara. Aka 16 million bo'ladi. 16 million? Ha. Ah, haromi.